Nima uchun Daksport kanalini tashkil qildik va uning maqsadlari nima? Hammaga salom. Ushbu maqola YouTube kanali Daksport asoschisi tomonidan tayyorlangan. Men o'zimni nazarda tutyapman. Men nashr etilishini yoqtirmaydiganlardan biri bo'lganim uchun anonim qolaman. Umid qilamanki, bizning izdoshlarimiz buni tushunishadi. 2 yil oldin men O'zbekistondagi sport turini va ayniqsa ayollar sportini bilib oldim. Men o'zbek sportchilarining o'ziga xos go'zalligidan, ayniqsa ularning jiddiyligi va muvaffaqiyatga erishish va rivojlanishga bo'lgan katta istagidan juda ta'sirlandim. Men buni O'zbekiston yaqin kelajakda katta rivojlanish sari intilayotganidan dalolat beruvchi belgi sifatida ko'rdim. Haqiqat shundaki, men bularning barchasidan juda ta'sirlandim va bu rivojlanishning bir qismi bo'lishni xohladim va shuning uchun bir muncha vaqt o'tgach, asosan O'zbekiston va umuman dunyo ayollar sporti bilan shug'ullanadigan Daksport kanalini ochish g'oyasi paydo bo'ldi. Shunday qilib, men Daksport kanalida ishlay boshladim. Bu ishda ba'zi odamlar yordam berishdi. Kanalning asosiy maqsadi O'zbekiston ayollar sportini eng yaxshi tomondan namoyish etish va shuningdek, kanal boshqa mamlakatlardan kelgan boshqa ayol sportchilarni ham nashr etishga harakat qilishdir. Bu esa kanalni yanada qiziqarli qiladi va kanalga ko'proq obunachilarni jalb qiladi. Boshidanoq men kanaldan pul ishlash yoki maqom olish haqida o'ylamagan edim, lekin men O'zbekistonda va boshqa joylarda ayollar sportining muvaffaqiyati va rivojlanishining bir qismi bo'lishni yaxshi ko'rardim va xohlardim. Kanalning mazmuni va uning ishlash usuliga kelsak, biz buni qo'limizdan kelganicha qilishga harakat qilamiz. Biz sportchilarimizni qo'llaridan kelganicha namoyish etishga harakat qilamiz. Albatta, sportda g'oliblar va mag'lublar bor va biz videolarni eng halol tarzda taqdim etishga harakat qilamiz. Kanaldagi ishlarni bitta odam, ya'ni men bajaraman, lekin ba'zida men hamma narsani qilishga yetarli emasman. Shuning uchun men kanalga texnik nuqtai nazardan, ma'lumot olish va boshqa jihatdan yordam berishlarini so'rayman. Biz kanalimiz xalqaro xarakterga ega bo'lishini istaymiz, chunki bu uni yanada qiziqarli qiladi. Shuning uchun biz asosan 3 ta tildan, o'zbek, rus va ingliz tillaridan foydalanamiz. Ba'zan boshqa tillar ham qo'llaniladi. Tillardan foydalanishning asosiy qismi videolarga qadar davom etadigan sarlavhalar va taglavhalarda ifodalanadi. Kanaldagi qo'shiqlar va musiqaga kelsak, biz butun dunyodan, barcha mamlakatlar va xalqlardan qo'shiqlar va musiqalardan foydalanamiz. Bu yerda men bugungi kungacha kanalimizda bo'lgan va biz sevadigan va hurmat qiladigan barcha sportchilarni eslatib o'tmoqchiman. O'zbekistondan Diyora Keldiyorova, Svitlana Osipova, Laylo Sobirova, Aktinga Kinimazayeva, Nigina Sabirova, Sharifa Davronova, Shuxsta Shonazarova. Yaponiya, Abeuta. Germaniya, Alita Schmidt. Niderlandiya, Lieke Klaver. Rossiya, Aziza Guriyeva. Italiya, Giulia Miserandini. Qo'shma Shtatlar, Shatari Richardson. Ruminiya, Michaela Chambi. Bu bizning kanalimizning hikoyasi va men bu buyuk sportchilarga minnatdorchilik bildirmoqchiman va ularga sog'lik, baxt, boylik va sportda katta muvaffaqiyatlar tilayman. Shuningdek, kanalning barcha izdoshlari va mehmonlariga minnatdorchilik bildiraman. O'z navbatida, biz kanalni yanada yaxshilash va oldinga siljish uchun qo'limizdan kelgan barcha ishni qilamiz.